kun kelib ummat düşmanın bular. Bugun jang qilmasa ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar. Ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Aziz ahli iymon birodarlar, bugun orzu qilib kutilayotgan Qur'on oyi, Ramazon oyi, futuhatlar oyi bizda hozir bo'lganlarni va shu suhbatimiz yetib boradigan barcha mo'min musulmonlarni ushbu muborakli kechalardagi ba'zi bir eslatmalarimizga xos e'tibor berishingizni xohlayman. Hamma fikringizni, hamma g'amlaringizni bir tarafga qo'yib e'tibor beringlar. Tasavvur qilinglarki, siz va biz mana shu bugundan keyin ertaga qiyomatga ro'baro bo'lamiz. Ya'ni shunday holatda o'zimizni his qilaylikki, demak bu bizning oxirgi majlisimiz. Qiyomat kunini bir ko'zimiz oldiga keltiraylik. Qiyomat kuni uchun yurganligimizni esdan chiqarmaylik. Bu hayotimizni o'tkazyapmizki, oxiratda qiyomat kunida najot topishlik uchun. Shuning uchun meni sizlarga bugungi tanlagan iymonlashuv mavzuyim faqat oxirat to'g'risida gaplashmoqchiman. Shoyatki mana bu nasihatlar, pandlar, eslatishlar ba'zi bir qotib qolgan yuraklarimizni eritsa. Shoyatki biz o'zimiz, jamoatimiz, oila a'zolarimiz, mujohidlarimiz, ansonlarimiz, qalblarimiz barchasi Alloh subhanahu va taoloning oxirat kuniga tayyorlab qo'ygan baxtliklar va baxti qarolar kunini bir ko'zimiz oldiga keltirib bir ibratlansak. Shuning uchun bugungi suhbatimiz dunyo tashvishidan emas, ko'proq Allohning azoblari, Allohning oxirat kunidagi baxtli kishilarga tayyorlab qo'ygan va badbaxt kishilarga tayyorlab qo'ygan ikki holatiga to'xtalib o'tmoqchimiz. Alloh subhanahu va taoloni mana bugun ko'zimiz bilan ko'rib, quloqimiz bilan eshitib turibmiz. Turli azoblari bor. Shu azoblardan bittasi bugungi kunda yer yuzida ilohlikni da'vo qilib butun musulmonlarga zulm qilyapgan bugungi zamon Fir'avnini yurtiga mana ishlayapsizlar. Mana shuni 3 kundan bos bu yangi bugungi to'fon yaqinlashyapti. Shu to'fonning o'zini bali bo'lar ekan, 5 balliklisi eng dahshatlisi bo'lar ekan. Bugungi yangi, ya'ni 2 kundagi yaqinlashib uradi deyapti Amerikani. 5 bal kutyapti ular. Soatiga 270 kilometr tezlik bilan kelyapti bu. Ajammas ana shu Guantanamo deyotgan Alloh taoloning do'stlarining duolari. Ajammas har joyda mazlum bo'layotgan muxlis birodarlarini yoki mu'mina musulmonlarning duolari ijobat bo'lgan bo'lsa kerakki, Amerikani 8 yer yutyapti. Bu yer yutilayotganligini hamma dunyo ko'rib turibdi. Ilohlikni da'vo qilayotgan butun yer yuzini o'zini zulmi bilan qaqshatayotgan Amerika o'zini nima xalqini nima qila olmayapti,
na oziqlantira olyapti, na suv topib bera olyapti, na ularni himoya qilyapti. Balki ana shunday nopok Alloh taolo o'sha rijs degan nopok suvlarni ostida qolib ketyapti. Bu Alloh taolaning azobi bu. Panoh so'raymiz bu azobdan. Lekin mana shu Alloh subhanahu va taolo yo'q qilayotgan kufrning o'rniga xilofatni o'rnatamiz degan siz u biz. Avvalambor o'zimdan boshlab, o'zimning oilamdan boshlab, sizlarning oilalaringizdan boshlab, mujohidlar, muhojirlar, madrasa toliblari, olimlarimiz, omillarimiz, yosh kattalarimiz, yoshlarimiz mana bu xilofat haqqini ko'tara olishlikka tayyormizmi yo tayyormasmizmi? Shunga bir to'xtalib o'tmoqchiman. Chunki biz Qur'onning fazilatidan gapirib o'tirmoqchi emasman, balki mana bu Qur'onni hokim qilaman degan kishilar qanaqa bo'lishlik kerak? Mana bu Qur'onni hokim qilaman deb odamlarni yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytaradigan kishilar biz avval o'zimiz qanaqa bo'lishimiz kerak? Mana bu nuqtalarga men to'xtalib o'tmoqchiman. Chunki Alloh subhanahu va taolo ahli kitoblarni mazammat qilgan vaqtida ata'muruna an-nasa bil birri va tansawna anfusakum va antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Sizlar odamlarni yaxshilikka, ezgulikka buyurasizlar, o'zingizning nafsingizni esdan chiqarasizlar. Allohning kitobini tilovat qilib turgan holatingizda aqlingizni ishlasana bo'lmaydimi? Odamlarga yaxshilikni ravo ko'rasizlar, odamlarni yaxshilikka buyurasizlar, o'zingizni esdan chiqarasizlar. Ya'ni o'zingizning o'sha ezgulik amallariga amal qilmaysizlar. O'sha Rasululloh sallallohu alayhi vaid hadislarida bordiki, jahannamda bir kishini ichak chavog'i bilan bir qoziqqa bog'lab qo'yiladi, xuddi o'sha hayvon o'zini qozig'ini atrofida aylanganda aylanaveradi jahannamda. Shunda jannat ahllari ularga unga qarab, "Ey falonchi, sen bizni yaxshiliklarga buyurarding, seni gapingga kirib mana biz jannatga kirib oldik. O'zing nima bu holatga tushding?" deganda, uni javobi nima bo'lardi? Men sizlarni yaxshilikka buyurardim, lekin o'zim qilmasdim uni. Men sizlarni yomonlikdan qaytarardim, lekin o'zim yomonlikdan qaytmasdim. Shuning uchun shu holga tushdim. Shuning uchun ham birodarlar, bir birodarimiz bilan kecha vallohu alam suhbat qilib qoldik. Asli bugun suhbatimizda turtki bo'lgan narsa o'sha narsa o'zi. Aka dedi, bu dedi vatandagi ixloslar, vatandagi islomga bo'lgan muhabbatlar, ihson, ixlos, bu dinga xizmat qilishinglar sekin-sekin susayib ketyapti bizdan. Vatanda to'ymasdik, bitta sunnat bo'lsa, shu sunnatni ihyo qilaman deb butun vujudimizni berardik. Dinni xizmati, dinni da'vati uchun tinim bilmasdik. Lekin ko'pchilik mana bu hijratga chiqib, mana bu hijrat diyorida mana bu sifatlar bizda susayib ketyapti. Shuni sababi nima? deb qoldi. Asli bugungi mavzuning tanlanishiga ana shu bitta gap turtki edi. Avvaldan biz men qiynalib kelayotgandimki, nimaga bu jamoatda oyista-oyista bir dunyoni arzimas matolarga aldanayotganligi, ixlosini o'rniga sekin-sekin g'aflat paydo bo'layotgani, ko'zida yosh kelishi o'rniga ko'proq kulayotganligi. Mana buni sabablarini men o'zim ham qidirardim. Va bugun Alloh agar qodir qilgan bo'lsa, o'zini tavfiqi bilan mana shu borada bir necha oyatlarni Alloh taoloning kalomidan yozib, shularni bir sizlarga tavsiya qilmoqchiman. Ajab emas, shu bilan tosh bo'lib qolgan qalblarimiz yirib qolsa. O'zimiz yo'qotib qo'ygan mas'uliyatlarimizni shoyat eslab qolsak. Bo'lmasa men qo'rqamanki, birodarlar, o'tgan ummatlarning singarin biz ham yo'q bo'lib, safdan chiqib halok bo'lib ketishimizdan qo'rqaman. Chunki jamoatda ba'zi bir holatlarda topiladigan sifatlar, Alloh o'zi gunohlarimizni mag'firat qilsin, bu xilofat yukini ko'taraman deganlarning sifati emas bu. Shuning uchun ham Alloh taoloning tavfiqi bilan bir necha oyatlarni o'rganmoqchimiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Alam ya'nil ladina amanu an takhsha qulubuhum li zikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qablu fatala alayhimul amad faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Alloh subhanahu va taolo Hadid surasida marhamat qilgan ediki,
iymon keltirgan zotlar uchun dillari Allohning zikriga va nozil bo'lgan haq Qur'onga moyil bo'lish vaqti kelmadimi deb Alloh taolo marhamat qildi. Shuningdek, ular uchun ilgari kitob ato etilingan, so'ng ular bilan payg'ambarlar o'rtasidagi muddat uzaygach dillari qotib ketgan kimsalar, ya'ni yahudi va nasoralar kabi bo'lib qolmaslik vaqti kelmadimi? Ulardan yahudi va nasroniylardan ko'plari fosiq, itoatsizdirlar deb Alloh taolo marhamat qildi. Mana bu sura Madinada, mana bu oyat Madinada nozil bo'lgan ekan. Makkadagi qattiq mashaqqatlardan keyin 13 yillik tavhid da'vati va bu da'vat mobaynidagi hamma atrofdan turli ma'naviy, moddiy, ruhiy, jismoniy bosimlardan chiqib kelib, sal bir kenglikka Madinaga chiqqandan keyin bu Madinadagi ozgina kengliklar sababligidan ozgina hazil huzullar va o'zlariga topshirilgan ba'zi bir vojibotlarni ba'zisini tashlangan vaqtida Alloh subhanahu va taolo tarafidan mana bu itob oyati nozil bo'lgan ekan. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilarki, mana bu oyat bilan bizni islomimiz orasida faqat 4 yil bo'ldi xolos deyiladi. Ya'ni shunaqangi bir ozginagina ba'zi bir mas'uliyatlarni, vojibotlarni unutib, ozginagina bir dunyo lazzatlariga ozginagina nima berilishlik oqibatda Alloh taolo mana bu oyatni nozil qilgan ekanki, mana bu o'tgan Alloh taolo la'natlagan, o'zini g'azabiga olgan ummatlarga o'xshab qolmasliklari uchun sahobiylarga qattiq tanbih oyati nozil bo'lgan ekan. Ba'zi bir vojibotlarni, ba'zi bir vazifalarga nima beparvo bo'lishlik bilan. Shuning uchun ham bizda o'sha hijratdan oldingi holatdagi ixloslar, hijratdan oldingi chiroyli axloqlar ba'zilari emas, ko'plari bizdan nima bo'lgan birodarlar, bizdan uzoqlashgan. Bir ibodat borki, u ibodatni qabul bo'layotganini ko'rishlikning alomati nima? Shu ibodat u kishining hayotini yaxshi tarafga o'zgartiraveradi. Shu uning ibodatini qabul bo'layotganini sababi. Namoz o'qiydi, munkardan qaytadi. Namoz o'qiydi, fahsho amallardan o'zini tiyadi. Bu namozini qabul bo'lganligining alomati. Endi bu ibodatlarning ichida hijrat, jihad, mana shuncha mashaqqatlarni qabul bo'layotgani yoki bo'lmayotganini ko'rishligini eng osoni nima? Hijrat bizga foyda qildimi? Jihad bizga foyda qildimi? Shuncha shahidlarni berdik. Shuncha birodarlarimiz zaxmiy bo'ldi. Shuncha birodarlarimiz kufrni qo'lda asir bo'layotibdi. Bizga foyda qildimi shu? O'zgardikmi biz? Axloqimiz o'zgardimi? Odobimiz o'zgardimi? O'zaro muhabbatimiz oshdimi? Juda ko'p savollar borki, mana bu savollarga javob berishini har bittamiz o'zimizga havola. O'zimiz javob beraylik. Men yurtda yurganda kim edim? Men yurtda yurganimda tinim bilmasdim. Falon shaharda falon domlaning mavzasi bo'lar ekan desa, borardim shu velosipedda bo'lsa ham, boshqa bir kiro qilib bo'lsa ham borardim, shuni ishlardim. Bir sunnatni daratda hayotimga tatbiq qilardim. Mana bu sifatlar bizda sekin-sekin nima bo'ldi? Sekin-sekin o'lib boryapti, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo mana bu qotib ketgan qalblarni o'zi kalomida juda ko'p oyatlar bilan davoladi. Agar biz Qur'oni Karimdagi makki suralarga va makki oyatlarga qaraydigan bo'lsak, ya'ni 13 yil mobaynida tarbiyalangan iymonni nozil bo'lgan oyatlarini, suralarni ko'radigan bo'lsak, ko'pchiligi nima? Va'idlar, jahannam azoblari. Chunki insonning qalbi shunchalik qattiq bo'lar ekan, toshdan ham qattiq bo'lar ekan. Biz o'tgan suhbatimizda, o'tgan sho'ramizda aytgandikki, bu Qur'on agar deyapti Alloh taolo tog'larga tushirilganda tog'lar parcha-parcha bo'lib ketardi. Tog' ko'tara olmasdi bu Qur'onni. Lekin inson ko'tardi shuni.
Lekin insonning ba'zida qalbi shunaqangi tosh bo'lib ketadi. Shunaqangi qotib ketadi. Buni tavobatini Alloh subhanahu va taolo ana shu makki suralar, makki oyatlardagi nima o'zini azoblari bilan Alloh taolo nima qo'rqitishlik bilan, jahannam azoblarini qo'rqitishlik bilan Alloh taolo nima qildi? Davoladi. Alloh taolodan so'raymizki, bizlarni ham mana bu qosiyatul qulub bo'lib qolgan bo'lsa qalbimiz Alloh taolo o'shuna qilmasin. Ana shu qalblarimizni yumshatadigan mana bu oyatlar bilan Alloh taolo o'zi davolasin. Bismillahirrohmanirrohim. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه من ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. Ey Muhammad alayhisalom, An'am surasining 51-oyatida: Ey Muhammad alayhisalom, bu Qur'on bilan o'zlari uchun Allohdan o'zga na bir do'st va na bir oqlovchi bo'lmagan holda Parvardigorlari dargohida to'planishdan qo'rqadigan zotlarni qo'rqiting, shoyat ular gunoh ishlardan parhez qilsalar. Alloh subhanahu va taolo mana bu An'am surasining 51-oyatida Allohning huzuriga jamlanib hisob-kitobdan qo'rqadigan kishilarni Qur'on bilan ogohlantirishga buyuryapti. Kim ana shu kunda Parvardigorning huzurida hisob-kitobga ro'bora bo'lishlikka aniq ishonadigan bo'lsa, u kunda endi biror bir oqlaydigan yoki yonini oladigan kishi bo'lmaydigan holatni ko'zini oldiga keltirsa, ana bu kishiga nima qilar ekan? Mana bu Qur'on bilan ogohlantirish, Qur'on bilan qo'rqitishlik ta'sir qilar ekan. Boshqa bir oyatda esa Alloh subhanahu va taolo "Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'azzabin." Shu'ara surasi. Alloh taolo aytayaptiki, ey Muhammad alayhisalom, siz Alloh bilan birga boshqa biron ilohga iltijo qilmang. Aks holda azoblanuvchi kimsalardan bo'lib qolursiz degan oyatdan keyin Alloh taolo marhamat qilyaptiki, va anzir ashiratakal aqrabin. Ey Muhammad alayhisalom, o'zingiz Allohga shirk keltirmang. Allohga boshqa bir ilohni shirk qilmang. Agar bu ishni qiladigan bo'lsangiz, azoblanuvchilardan bo'lib qolasiz deb turib, o'zingizga yaqin bo'lgan qarindosh urug'laringizni ham Allohning azobi bilan qo'rqiting dedi Alloh taolo. Mana bu oyat Makka da nozil bo'lgan ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga birinchi buyurilgan oyatlardan bittasi va anzir, ya'ni ularni Allohning azobi bilan qo'rqiting degan oyat nozil bo'lgan vaqtida hamma qarindosh urug'larni to'plagan ekanlar. Shu jumladan qizlari Fatima onamizga qarata aytgan ekanlarki, ey Fatima, qancha so'rab yolvormagin, oxiratda men senga asqotmayman. Ya'ni oxirat azobidan payg'ambar qizi bo'lganing uchun emas, balki o'z amaling bilangina qutula olasan deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarini eng suyumli qizlariga mana bu ogohlantirishni berdilar. Biz ham birodarlar, mana shu hijrat diyorida bitta oilamiz. Bizi bu yerda ba'zimiz otamiz bor, ba'zimizniki yo'q. Ba'zimiz onamiz bor, ba'zimizniki yo'q. Lekin bir jamoatimiz, bir oilamiz. Misol uchun biz ana shu vazifani bir qismini bajarib turgan bo'lsak, sizlar bizni eng yaqinlarimizsizlar. Bizni vatanda qolgan onamiz, bir necha akalarimiz, ukalarimiz, opalarimizdan shu jamoatda yurgan bir kichkinagina muhojir bolakay bizni ustimizda haqqi ko'proq. Yoki bir eri qamalib qolgan bir opamiz, singlimiz bizni o'zimizda tuqqan onamizga qaraganda, hijrat qilmagan onamizga qaraganda bizni ustimizda haqliroq. Demak, vatanda qolgan bizni aqorib qondoshlarimizga qaraganda jamoatimiz safida yurgan har birimiz bir-birimizga nimamiz shunaqangi yaqinmiz. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Anfal surasida hijrat diyorida iymon, hijrat, jihad sifati topilgan va ularga joy berib ansorlik qilganlarni bir-biriga do'st dedi. Vatanda qolib, diyorda qolib hijrat qilmaganlarni do'st tutmaysizlar dedi. Demak, biz bitta oila ekanmiz. Shu oilani boshlig'i o'laroq men bugun ana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan buyrug'i sizlarga ogohlantirib qo'yganmanki, ey birodarlar, ey onaxonlar,
ey opa singillar, ey otalar, ey akalar, ey ukalar, ey farzandlar, qiyomat kuni biz bir-birimizga asqot olmaymiz. Hayotda amalimizni o'zimiz to'g'rilab olaylik. Solih amallarimizni ko'paytiraylik. O'zimizni isloh qilaylik. Mana bu vazifalardan, ya'ni o'zimizga vojib bo'lgan vazifalardan bittasini eslatib qo'ydim. Albatta Alloh subhanahu va taolo boshqa suralarda ham boshqa payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan oldin kelgan payg'ambarlarni mana shu nazir sifati bilan yuborganligini xabarini berdi. Bismillahirrohmanirrohim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumak min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Albatta biz Nuhni o'zini qavmiga Allohning azobi yetib kelmasdan oldin, alamlantiruvchi azob kelmasdan oldin ogohlantirishlik uchun yubordik dedi Alloh taolo. Nuh alayhisalom o'zini qavmiga qaratib aytdiki: "Ey qavmim, albatta men sizlar uchun ochiq, ravshan ogohlantiruvchiman." Ya'ni men bu Allohning azobini ogohlantirayotganda ochiq hujjatga egaman deb turib, bu kishi ham o'zining vazifasini bajardi. Alloh subhanahu va taolo yana Qur'oni Karimda boshqa o'rinda marhamat qildiki: "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Alloha ma amarahum va yaf'aluna ma yu'marun." Alloh subhanahu va taolo mu'minlarning iymon sifatlari bilan xitob qilib aytdiki: "Ey iymon keltirgan mu'minlar, avvalambor o'zlaringizni va ahli ayollaringizni o'tini odamlar va toshlardan bo'lgan do'zaxdan saqlanglar" deb Alloh taolo buyurdi. Avval o'zingni, keyin oila a'zolaringni yonadigan o'tini odamlar va toshlardan bo'lgan jahannam azobidan, o'tidan saqlanglar dedi Alloh taolo. U do'zax o'tida, u do'zax ustida qattiq qo'l, qattiq dil, Alloh o'zlariga buyurgan narsaga itoatsizlik qilmaydigan, faqat o'zlariga buyurilgan narsani qiladigan farishtalarni Alloh taolo qo'yganligini xabarini berdi. Ya'ni u yerdagi azoblaydigan farishtalarda rahm shafqat bo'lmaydi. Qattiq qo'l va yuragi ham qattiq bo'lgan. Ya'ni hayotda har bir insonda bir narsaga bir rahm qilish bo'ladi. Lekin u yerdagi kofir va jahannam mushrik ahllariga Alloh taoloning buyrug'ini so'zsiz bajaradigan malaikalar qattiq azob beradi. Alloh taolo mana bu azobdan avval o'zingni, so'ngra oila a'zolaringni saqlab qolinglar deyapti. Albatta buni saqlab qolishlik, Allohning buyrug'ini bajarishlik, Rasuli Muhammad sallallohu alayhi vasallamning buyruqlarini bajarishlik va Alloh va uning rasuli qaytargan narsalardan qaytishlik bilan bo'ladi, birodarlar. Mana vazifamiz bor. Bu mu'minlarga, har bir iymon keltirgan mu'min kishi mana bu Alloh taoloning buyrug'iga javob berishlik kerak. Labbayk deb javob berish kerak. Alloh subhanahu va taolo Yosin surasida marhamat qilgan ediki: "Innama tunziru man ittaba'a zikra va khashiya ar-rahmana bil g'ayb, fabashshirhu bimaghfiratin va ajrin karim." Alloh subhanahu va taolo kofir mushriklarni ogohlantirdingiz nima-yu, ogohlantirmadingiz nima? Ular iymon keltirmaydilar degandan keyin mana bu ogohlanishlikdan, mana bu Allohning azobidan qo'rqishlikka kim munosib ekanligini Alloh taolo mana bu oyatda marhamat qilib aytayaptiki: siz faqat ergashgan va g'aybda, ya'ni Allohni ko'rmasdan turib Rahmondan qo'rqqan kishilarnigina ogohlantira olasiz dedi. Ya'ni mana bu ogohlantirishlik, mana bu oyat kimga ta'sir qiladi? Allohning diniga, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashgan, Rahmondan g'aybda qo'rqqan kishilarga bu ta'sir qilishini Alloh taolo nima qildi? Xabarini berdi.
Bas o'sha kishilar mag'firat va ulug' ajr, jannat, ularga jannat xabarini, xush xabarini bering deb Alloh taolo Yosin surasida marhamat qildi. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Allohdan qo'rqinglar. Va shunday bir kundan qo'rqinglarki, Allohdan taqvo qilib, Allohdan qo'rqib, ota, ona o'z farzandiga va farzand ham o'zi ota-onasiga biror bir narsada foydasi tegmaydigan qiyomat kunidan qo'rqinglar. Bu kun shunday kunki, ota-ona farzandiga, farzand ota-onasiga hech qanday narsada yordam bera olmaydi. Allohning va'dasi haqdir. Ya'ni qiyomat kunida hisob kitob qilishlik, hammani qilgan amaliga yarasha adolat bilan muomala qilishlik va'dasi haqdir. Sizlarni hayoti dunyo aldab qo'ymasin. Hayoti dunyodagi arzimas dunyoning lazzati sizlarni aldab qo'ymasin. Va shayton sizlarni Alloh taolo hamma gunohlarni kechirib yuboraveradi degan yolg'on bilan shayton sizlarni aldab qo'ymasin. Ya'ni sizlar gunoh qilayotgan bo'lsangiz, hammasini kechib yuboraveradi deb turib shayton vasvasa qilib sizlarni aldab qo'ymasin deb Alloh taolo insonlarning barchasini qo'rqitdi. Bu kuni demak, ota-ona o'zini farzandiga va farzand ham o'zini ota-onasiga hech qanday ishda nima qilmas ekan, foydasi tegmas ekan. Yana Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladiki, Nur surasining 52-oyatida: "Va man yuti'illaha va rasulahu va yakhshalloha va yattaqih fa ulaika humul faizun." Kim Alloh va uni payg'ambariga bo'yin sinsa va Allohdan qo'rqib taqvo qilsa, ana o'shalargina baxt va saodat erishuvchilardir deb Alloh taolo marhamat qildi. Demak, Allohga va rasuliga itoat qilishlik va Allohdan qo'rqishlik bilan kishi nima bo'lar ekan? Qo'rqishlik va taqvo qilishlik bilan najot topar ekan. Birodarlar, biz qiyomat haqida gaplashyapmiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bir hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Oysha radhiyallohu anha rivoyat qilib aytdilarki, qiyomat kunida hamma bosh yalang, qip yalang'och, xatna bo'lmagan holatda bir hashr maydoniga to'planadi dedilar. Shunda Oysha radhiyallohu anha aytdilarki, "Ya Rasululloh, erkak va ayol hammasi aralashib bir maydonda turaveradimi?" dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ya Oysha, u kunni dahshatidan har kim o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qoladi, yonida kim turganligini qarashlikkacha nima undan holat toqati bo'lmaydi" dedilar. Hamma o'zi bilan o'zi ovora bo'ladilar. Bu kun shunday kunki, al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Ya ibadi la khawfun alaykum al-yawm wa la antum tahzanun. Alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Bu kundagi do'stlar, Alloh subhanahu va taolo mana bu Zuhruf surasida marhamat qilgandiki, bu dunyoda bir-biriga do'st bo'lgan kishilar oxirat kunida barchasi bir-biriga dushmandir. Magaram Alloh uchun muttaqilar bir-biriga Alloh uchun do'st bo'lgan muttaqilar bir-birlariga do'stdirlar deb Alloh taolo marhamat qildi. Qiyomat kuni dahshati shundayki, hamma bir-biridan qochadi. Muttaqilargina bir-biridan qochmaydi, ular bir-biriga do'st bo'ladi. Shunda Alloh subhanahu va taolo ana shu muttaqilarga aytayaptiki: "Ey bandalarim, sizlar uchun bugungi dahshat kunidan biror bir nima qo'rquv, xafagarchilik yo'qdir" deb turib, ana bu muttaqilarning sifatini Alloh taolo marhamat qilib aytayaptiki, ular bizni oyatlarimizga iymon keltirgan va musulmon bo'lgan holatda yashab o'tgan kishilardir deb Alloh taolo muttaqilarning sifatini bizlarga xabarini berdi. Allohning dushmanlari do'zaxga haydalishlik uchun
to'planib, tizilib turgan kunni eslang. Allohning dushmanlari, kofirlar, kim Allohga dushman bo'lgan bo'lsa, ularni hammasini tizib qo'yilgan holatda jahannamga uloqtirishlik uchun bir eslang deb Alloh taolo Qur'on ahliga buyuryapti. Hatta iza ja'uha shahida alayhim sam'uhum va absaruhum va juluduhum bima kanu ya'malun. Endi qachonki ular, ya'ni kofirlar do'zaxga kelishgach, hayoti dunyoda qilib o'tgan kufr isyonlari haqida so'raladi. Lekin ular o'z qilmishlaridan tonishga urinadilar. Ya'ni kofir mushriklarni so'roq savol qilingan vaqtida nima ular qilgan ishlarini tonishlikni boshlashadi. Shunda ularning quloqlari, ko'zlari va terilari ular qilib o'tgan narsalar haqida o'zlariga qarshi guvohlik beradi. Ya'ni kofirlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan mana shu oyatni tafsirida bir hadis kelgan ekanki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday kuldilarki, oziq tishlarini ko'rdik. Shunda ya Rasululloh nimaga kuldingiz? So'radilarki, men nimaga kuldim bildinglarmi deganda, so'radilarki, nimaga kuldingiz ya Rasululloh deganda aytdilarki, bandani Robbisi bilan tortishganiga kuldim dedilar. Ana shu kofir bandani olib kelingan vaqtida kofir banda Robbisiga ey Parvardigor, sen menga zulm qilmayman demaganmiding deb so'ragan vaqtida, ha zulm qilmayman degandim dedi Alloh subhanahu va taolo. Shunda banda shunday bo'lsa men o'zimdan boshqa hech kimni guvohligini bugun qabul qilmayman dedi. Shunda Alloh subhanahu va taolo meni guvohligim va kiroman kotibillarni guvohligini ham qabul qilmaysan deganda qabul qilmayman dedi. Shunda Alloh subhanahu va taolo uning og'ziga muhr urishlikni buyuradi. Va shunda mana bu yuqoridagi oyatdagi ularni nima? Quloqlari, ko'zlari, terilari ularni qilgan amallarini birma-bir aytib beradi. Ko'z men bilan bu ish qildi deydi, quloq bu ish qildi deydi, terilar boshqa hamma a'zolari bu ish qildi deydi. Shunda ular va qalu li juludihim lima shahidtum alayna qalu antaqana Allahu allazi antaqa kull shay va huwa khalaqakum awwala marra va ilayhi turja'un. Shunda ular o'zlarini terilariga qarab aytishadiki, nimaga o'zimizni zararimizga sizlar guvohlikka o'tyapsizlar deyshadi. Shunda bularning terilari ularga aytadiki, har bir narsani gapirtirishlikka qodir bo'lgan Alloh bizni gapirtirdi. U sizlarni avvalda yaratgan edi va sizlar Alloh tarafiga qaytasizlar deb nima? Mana shu guvohlikka o'tgan terilar, ko'zlar, quloqlar nima? Mana bu insonning o'ziga nima qiladi? Javob beradi. Shunda haligi terilar ularga qarab aytadiki, sizlar hayoti dunyoda gunoh ishlarni qilganlaringda sharmanda bo'lishdan qo'rqib odamlardan yashirinar edinglar-ku. Ammo quloqlaringiz, ko'zlaringiz va terilaringiz o'zlaringizga qarshi guvohlik berishidan saqlanishlik uchun ulardan yashiringuvchi emas edinglar. Chunki sizlar qiyomat kunida a'zoyi badallaringizni ham zabon berilishini bilmasdinglar. Lekin sizlar Alloh qilayotgan amallaringizdan ko'pini, ya'ni odamlardan yashirincha qilingan gunohlaringizni bilmaydi deb o'ylagandingiz. Ya'ni kofirlar, mushriklar, munofiqlar, murtadlar hayotda o'zlarini jinoyatlarini yashirib qilishliklarini, va lekin o'zlarini a'zolaridan yashira olmasliklarini bilmasdilar. Ularning hayollariga ham kelmasdiki, qiyomat kuni mana bu o'zimni a'zolarim o'zimni zararimga hujjat bo'ladi deb o'ylashmas edi. Shuning uchun o'sha qiyomat kunida ularni o'zlarini mana bu nima terilari o'zlariga qilgan mana bu jinoyatlarning xabarini beradi. Va zalikum zannukum allazi zanantum bi robbikum ardakum fa asbahtum min al-khasirin. Va Parvardigoringiz haqida o'ylagan mana shu gumonlaringiz, ya'ni Alloh taolo bilmaydi bizni bu qilayotgan maxfiy jinoyatlarimizni degan yomon gumonlaringiz sizlarni halok qildi. Ya'ni do'zaxga tushishingizga sabab bo'ldi.
Bas sizlar ziyonkor kimsalarga aylanib qoldinglar. Fa in yasbiru fan-naru mathwan lahum va in yasta'tibu fama hum minal mu'tabin. Endi agar ular, ya'ni kofir va mushriklar azobga chidasalar, ana o'sha do'zax joylaridir. Ya'ni azob uqubatni tortaveradilar. Agar ortga qaytishni talab qilsalar, endi ular qaytariluvchi emasdirlar. Fussilat surasi 19-oyatidan 24-oyatgacha. Aytib o'tdik, Allohning yo'lida jihad qilib yurgan kishi har lahzada shahodatni kutib yurgan. Shuning uchun qiyomatga birinchi tayyorgarlik ko'rib qo'yishlik kerak. Innahum yarawnahu ba'ida va narahu qariba yawma takunu as-samaa kal-muhl. Kofirlar u kunni, ya'ni qiyomat kunni uzoq deb bilurlar. Biz esa dedi Alloh subhanahu va taolo uni yaqinligini bilurmiz. Kofirlar jinoyatini qilaveradi. Mujrimlar jinoyatini qilaveradi. Qiyomatni uzoq deb o'ylaydi, agar qiyomatga ishonsa. Lekin Alloh taolo o'zi guvohlik beryaptiki, biz uni yaqin deb bilamiz deydi. Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kuni sahobalarga qarab turib, qo'llarini ikki barmoqlarining orasini ozgina ochib turib aytdilarki, qiyomatga shuncha qoldi dedilar. Bundan 1400 yil oldin aytilgan so'z. Va Alloh subhanahu va taolo ham aytayaptiki, biz qiyomat kunini yaqin bilamiz deydi. Ana endi qiyomat kunida nima hol yuz beradi? U kunda osmon iritilingan mis kabi bo'lib qolur. Biz ko'rib turgan mana bu osmonni Alloh taolo iritilingan misga o'xshatyapti. Va takunul jibalu kal ihn. Va la yas'alu hamimun hamima. Tog'lar yung kabi yengil bo'lib qolur. Ya'ni ko'zimizga ko'rib turgan katta tog'lar yungi singari yengil bo'lib qoladi. Va biron do'stidan hol ahvol so'ramas. Ya'ni u kuni hamma o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qoladiki, bir-biridan ahvol so'rab bo'lmaydi. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azab yawma idin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wihi wa man fil ard jami'a thumma yunjih. Halbuki, yani bir-birini ahvolini so'ramayotgan kishilar bir-birlarini ko'rib turishadi. Ya'ni ularni bir-birlariga ko'rsatiladi. Agarchi ular hol ahvol so'rasha olmasa-da, bir-birlarini ko'rishadi. Jinoyatchi kofir kimsalar u kunning azobidan qutulishlik uchun o'g'illarini, ahli ayollarini, birodarlarini, uni o'zi panohiga oladigan qarindosh urug'larini va yerdagi barcha kishilarni to'lov qilib berib bo'lsa ham to'lov qilib berib yuborishlik bilan, so'ngra bu to'lov bilan nima ana shu azobdan o'ziga najot topishligini istab qoladi. Ya'ni kofir, mushrik, mujrim u kuni ana shu o'zini hamma yaqinlarini va barcha insonlarni to'lab bo'lsa ham o'zi azobdan qutulib qolishligini istaydi deydi Alloh taolo. Kofir, mujrim bu dunyoda go'yoki farzandiga, ahli ayoliga, qarindosh urug'ga mehribon bo'ladi, lekin mehribon emas. Qiyomat kunida hammasini qurbon qilib bo'lsa ham o'zi Allohning azobidan qutulib qolishini xohlaydi. Kalla innaha laza nazza'atan lish-shawa. Yo'q, hech qanday to'lov uni azobdan qutqara olmas. Albatta kofirlar tashlanadigan do'zax o'z harorati bilan bosh terilarini sidirib olguvchi bo'lgan bir olovdir deb Alloh taolo marhamat qildi. Kofirlarni qiyomat kunidagi mana bu ahvollari. Alloh subhanahu va taolo Ma'rij surasida 6-oyatdan to 16-oyatgacha yuqoridagi o'qib o'tgan oyatlarimizni marhamat qildi. Bismillahirrohmanirrohim. Fa iza ja'atit tammatul kubra yawma yatazakkarul insanu ma sa'a. Bas qachon katta balo, ya'ni qiyomat kelganida
inson o'z qilmishini eslab qoladigan kunda va burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha va athara al hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Ana endi inson o'z qilmishlarini eslab qoladigan kunda do'zax ko'radigan, ya'ni har bir kishiga ko'rsatib qo'yilganda, bas ana o'shanda kim hayoti dunyoda kufr isyon bilan tug'yonga tushgan va hayoti dunyoni oxiratdan ustun qo'ygan bo'lsa, u holda faqat jahannamgina uning uchun joy bo'lur. Ana u kuni ham qiyomat kunida hayoti dunyoni oxiratdan ustun qo'yib, faqat isyon bilan, gunoh bilan hayotini o'tkazgan kishilarni joyi faqatgina jahannam ekanligini Alloh taolo xabarini berdi. Va amma man khafa maqama rabbih va naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Endi kim hayoti dunyodalik vaqtida qiyomat kuni mahshargohda Parvardigorning huzurida turishi va u zotga hisob kitob berishidan qo'rqan va nafsini havoyi xohishlardan qaytargan bo'lsa, u holda faqat jannatgina uning uchun joy bo'lur. Bismillahirrohmanirrohim. Fa iza ja'atis-sakha yawma yafirru al-mar'u min akhihi va ummihi va abihi va sahibatihi va banihi likulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yughni. Alloh subhanahu va taolo Abasa surasida ham qiyomat dahshatlarini bizga xabarini beradi. Bas qachon quloqlarni kar qiluvchi dahshatli qichqiriq kelganda, ya'ni sur ikkinchi marotaba chalinib, barcha haloyiqqa qaytadan jon ato etilganda, har bir inson o'zi bilan o'zi bo'lib qolur. Ya'ni o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qolur. Bu kunda kishi o'z og'a-inisidan ham, onasi va otasidan ham, xotini yu bola chaqasidan ham qochur. Chunki ulardan har bir kishi uchun u kunda o'ziga yetarlik tashvish bo'lur. Ana endi qiyomat kunini dahshatdan hamma bir-biridan qochar ekan va aytib o'tildi, qiyomat kunida ikki guruh, baxtlilar guruhi, jannat ahlining guruhi va do'zax baxti qarolar guruhi bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo mana shu Abasa surasida ham mana bu ikki toifani xabarini berib aytadiki, vujuhun yawma idin musfira zahikatun mustabshira. U kunda mu'minlarning yuzlari yorug', kulguvchi va hurram bo'lurlar. Va vujuhun yawma idin alayha ghabara. U kunda kofirlarning yuzlari ustida chang g'ubor bo'ladi. Tarhaquha qatara. U yuzlarni qoralik qoplab olur. Ulaika humul kafaratul fajara. Ana o'shalar fisq va fujur qilguvchi kofirlarni o'zidir deb Alloh taolo marhamat qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bir hadis bor ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ana shu kishini hayotida solih amallarni qilib o'tib, o'zi bilan jannatning o'rtasida bir ziro qolganda, bir gunohni qilib, uni qismatida baxti qarolik yozilib qo'yganligi uchun jahannamga tushishligini va bir kishi hayoti mobaynida gunohlar qilib, uni bilan jahannam o'rtasida bir ziro qolgan vaqtida uningga kitobat qilingan jannatga kirishlik sifati, ya'ni bir yaxshi amalni qilishlik bilan jannatga kirib ketishligini xabari kelgan edi. Mana bu biz hammamiz uchun birodarlar qattiq bir va'id. O'zimizni qilayotgan ozginagina amallarimizga aldanib qolmaylik birodarlar. Shayton bizni aldab qo'ymasin, qilayotgan bu amallarimiz bilan Alloh taoladan chiroyli oqibat so'raylik. Dunyo aldab qo'ymasin birodarlar biz. Dunyoga mukkasdan ketib qolib, axloqan buzilib ketishlikdan men bu jamoatdan juda ham qo'rqaman. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni
Men ummatimni bo'yib kambag'al bo'lib qolishligidan, muhtoj bo'lib qolishdan qo'rqmayman, bo'yib ketishdan qo'rqaman degan hadislarni endi tushunib yetyapman. Ummatni men ko'zim bilan ko'rganman, ko'pchilik ko'rmagan bo'lsa ham. Shayx Usoma billohdan aytardiki, agar akam, katta akam zakotini beradigan bo'lsa, Afg'onistonni hammasini yangitdan qursa bo'ladi degan. Shunaqangi boylari bor ummatda. Lekin bu boylik ummatni zalil qildi. Xor qildi. Shuning uchun birodarlar aldanib qolmaylik. O'zimizni isloh qilaylik. Hammamiz. Men birodarlardan mana shu Afg'onistondan bu yog'ida shu hijrat diyorida shu ummatni bir qismi bo'lgan jamoatimizni islohi uchun qancha kitoblar yozildi, qancha kitoblar tarjima qilindi, qancha kasetalar chop qilindi deb hisobotini so'ragandim. Alhamdulillah suqutdan oldin ham, suqutdan keyin xosatan yuzlab kitoblar chop qilingan. Aqida to'g'risida, axloqlar to'g'risida, mujohidlar to'g'risida, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hayotlari haqida mana shu oldida turgan, bular hammasi mana shu nima Alloh rozi bo'lsin jamoatimizni ana shu bir qismini o'sha fidoilarning qilgan xizmatlari, lekin afsuski mana bu kitoblarni, mana bu kasetalarni ko'pchiligi xosatan mana shu nimalarda nima bo'lib ketdi? Mana shu ko'ch-ko'chlarda yo'qolib ketdi yoki bee'tibor qilindi. Endi biz bu jamoatni ruhiy mustahkam ushlab turishlik uchun harakat qilishimiz kerak. Har bir jamoatga kelib qo'shilayotgan kishiga biz alohida bunga kitoblar bo'lsin, kasetalar bo'lsin, berishimiz kerak, eshitsin, ko'rsin va o'zini tayyorlasin. Har bir xonadonda, har bir oilada, har bir guruhda kutubxonalar bo'lsin. Mana shu o'zimiz bizda o'sha ilm o'qishlikka qiziqilmaydi deyiladi, yuzlab kitoblarni mana ro'yxat turibdi birodarlar menda. Hammamiz bu jamoat islohga urishimiz kerak. Chunki bu jamoatni yo'qotishlik uchun juda katta urinishlar bor, tashqaridan ham, ichkaridan ham. Bu jamoatni yo'qolishlikka ichimizda turib, biz bilan bir safda yurib, biz bilan birga rizqlanib yurgan kishilar borki, ichimizda bor. Bir qanchasi borda alhamdulillah Alloh taolo chiqarib yubordi ularni. Shunda orzu qildiki, bu jamoat titilib yo'q bo'lib ketsa, bu jamoatni yomon odamlar ko'payib ketsa degan orzulari bor. Bitta misol men sizlarga keltiraman. Jamoatda bir kishisi kasal bo'lib, ba'zi bir kishilar o'sha kasallik ko'rishlik vojibotini esdan chiqarib qo'ygan yoki shu ishga qasddan qilmagan. Kasal bo'layotgan kishini bir kishi keladi ko'rgan. Assalomu alaykum. Chiroyli taomlarni pishirib keladi. Yaxshimisiz, tuzukmisiz, yaxshi turibsizmi? Qancha bo'ldi yotganingizga? 1 oy bo'ldi. Tohirjon keldimi ko'rgan? Ha, kelmadi. Usmonjon keldimi? Ha, kelmadi. Ravshan keldimi? Kelmadi. Falonchi keldimi? Kelmadi. Mana siz bu jamoatga keramasiz dedi. Siz bu jamoatga kerak bo'lganingizda bular kelib turib sizdan xabar olardi. Sizni o'rningiz be'da emas, birodar. Chiqing boshqa jamoatlarga qo'shiling dedi. Ichimizda yurgan, o'zimiz bilan birga mana shu oyiga rizq olib yutgan. Lekin ana shunday razil insonlarimiz bor ichimizda. Alloh taolo ularga o'zi kifoya qilsin. Avvalambor hidoyat qilsin, haqq tushunsin ular. O'sha qalbidagi hasad, marazi yo'qolsin. Agar unga loyiq bo'lmaydigan bo'lsa, Alloh taolo o'zi kifoya qilsin. Ko'p birodarlarni shuna qilib aynitgan, xonadonlarni aynitgan. Ba'zi bir erlar qamalib qolgan, ayollarni ko'rgan keladi ayollari. Ha? Qancha bo'ldi? Ha, falonchi mas'ulni chaqirdim, kelmadi. Siz keramasiz-da bu jamoatga. Hey be insof. Bu jamoat bitta emas, ikkita emas, hop sizga yetisha olmagan bo'lsa, boshqalarning xizmati bilan avora bo'lib qolgandir ular. Mana men keldim ularning o'rniga. Meni o'shalarning o'rniga qabul qilib qo'yaver desa bo'ladi. Lekin u jamoatni ko'ra olmaydi. Bu jamoat yo'qolishligini xohlaydi. Bu jamoat xizmat qilmayapti deydi. Vaholanki men aytdim. Yuzlab kitoblar alhamdulillah chop qilingan. Imorat suqutidan ham filmlar ishlanganki shu jamoatni islohi uchun. Mana o'tgan Ramazondan bu Ramazongacha men ma'lumot so'radimki, bu jamoat nima ish qilyapti? Qancha masraf qildi yani? Yuzlab masraf qildi deyapti. O'tgan Ramazondan to shu Ramazongacha hamma sohalarga yuzlab masraf qildi. Alhamdulillah, o'nlab yangi mujohidlar, yangi olim birodarlar kelyapti.
bu jamoatning yaxshiligini yomon qilib ko'rsatishlikka urinishlar bor. Tashqarida bor. Ular tashqaridan pul ham olib turadi. Bizning ma'lumotimiz bor. Bu jamoatga vafo qilmagan, bu jamoatga xiyonat qilgan tashqaridan turib ular pul jo'natadi. Ana shu pulning evaziga bu hadiyalar bilan kelib kasallik ko'radi. Yoki bir jazo bergan kishimiz bo'lsa yoki mas'uliyat olgan bo'lsak, birinchi o'sha insonga yetib boradi. Taqsir qabulmay o'tiribsizmi? Hozir toyir shunaqada bu. Shuncha chiqib ketganlar ham mashaq qilib siz singari xizmatini bilmagan, bu xizmatni bilib shundoq vasvasalarni qiladi u. Shuning uchun hushyor bo'linglar. Birinchi biz fi sabilillah uchun yurganmiz. Nima tortayotgan bo'lsa, Xudo uchun tortayotganmiz. Alhamdulillah bunchalik emas, qasddan tashab qo'yilgan emas. Shuning uchun bu jamoat sizlarga yuzlab mujohidlarni omonati bilib bo'ladi. Shahidlarni omonat qolgan. Buni chilparchin buni yo'g'ib ketishligi, buni axloqan, ilman, amalan buzilishligi faqat islom dushmanlariga kerak xolos. Har bittamiz alhamdulillah islom do'stimiz, islomni yaxshi ko'ramiz, islom ravnaqini xohlaymiz. Shuning uchun ertaga kech bunga kuyaylik. Yangi kelayotgan kishilardan birinchi biz xabar olaylik. Kasal bo'lgan birodarlar yerinmaylik Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. U haligi mal'unni gapirgan gapini ba'zisi ham to'g'ri. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vaqt topardi. Nimaga u vaqt topolmaydi? Biz o'zimiz shaxsan bir joyga borsak, bir ansorning uyiga tosh bo'lib ketadiki, falonchi kelibdi, o'sha bir bombard bo'lmasin, talashib bo'lmasin deb ehtiyot qilamiz. Lekin boshqa mas'ullar har bittaridan talabim, kasalni borib ko'ringlar. Men eshitmayman, 1 oy, 2 oy, 3 oy yotdim, bir kishi xabar olmadi degan. U vaqtda u darabda shaytonga o'lcha bo'ladi u. Shayton sifat insonlarga nima bo'ladi, o'lcha bo'ladi birodarlar. Yana aytayapman, bu jamoatni yo'qotishlik uchun tashqaridan, ichkaridagi oz qolgan ular. Inshaalloh Alloh taolo o'zi kifoya qiladi ularga. Tashqaridan ham juda katta urinishlar bo'lyapti. Juda katta urinishlar. Shuning uchun biz birinchi o'zimizni shaxsiy, oilaviy, farzandlarimiz tarbiyasi qattiq e'tibor beraylik. Birodarlar, agar biz isloh qilsak o'zimizni, vallohi Amerika ijtimoiy, Xitoy, Rus ijtimoiy, bu tog'lar turgan savjilik ijtimoiy. Faqat o'zimizni isloh qilaylik. Isloh qalbdan boshlanadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan, "At-taqva hahuna." Hammamiz undan. Erkaklarimiz bilan, ayollarimiz, farzandlarimiz. Chunki bizni aziz qilgan narsa din bu. Oramizdagi ba'zi solih kishilarning yaxshi sifatlari. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar. Malomatga mahkum jihad qilsa kim, keyin bilar haq kim, kimlar majnunlar. Malomatga mahkum. Shu bilan kechki radio eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar.